Tushda ishqor ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi ishqor g'am anduhni bildiradi. Undan yeyish esa bemorlikka dalildir. Boshqa bir ta'birlarga ko'ra, tushda ishqor ko'rish tozalanish, poklanish, qiyinchilikdan keyingi yengillik, ba'zida ogohlantirish sifatida ham talqin qilinadi. Ishqorni qo'lda ushlash mas'uliyatli ish yoki og'ir vazifa yuklanishini, ishqor bilan yuvish, muammolarni hal qilish, to'g'ri qaror qabul qilish, ishqor ko'zga tegishi noto'g'ri so'z yoki qaror sabab pushaymonlik qilishga dalildir. Agar ishqor ichib yuborganini tush ko'rsa, og'ir sinov kelishi, lekin sabr bilan yaxshi natijaga erishishini bildiradi. Tush ko'ruvchi tushida ishqor to'kilib ketganini tush ko'rsa, rejalarda kichik yo'qotishlar yoki kechikishlar bo'lishini bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.